Rahmat aziz san'atkorlar, mana shu davramizda xirom aylagan insonlarning ham hech qachon qo'llari dard ko'rmasin deyman. Nechun baxtiyorman, ta'zimda shitob. Sizning sha'ningizga bitmoqda manbay, ne odam bo'lardim, qo'limda kitob, biror harf tanimay, tursaydim loqayd. Hurmatli azizlar, kelingizlar hozirgi bo'ladigan yubiley kechamizning yaxshi bir tabrik so'zini bugungi Shadiyona kechamizning aziz mehmonlari bo'lgan aziz ustozlarimiz nomidan davramizning aziz mehmoni qolaversa 4-chi umumta'lim o'rta maktabining direktori hurmatli akamiz Zaydin aka san'at davramizda ishtirok etishyapti. Kelingizlar yaxshi bir tabrik so'zini hurmat va ehtirom bilan Zayniddin aka san'atdan eshitib qolamiz. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum aziz ustozlar, aziz shogirdlar. Mana bugun bir katta kechada bir yig'ilib o'tiribmiz. Endi albatta men o'ylayman, böyle ustozlar ham shogirdlar ham katta bir hayajon bilan, katta bir niyat, katta bir tuyg'u bilan shu yerga yig'ilib o'tiribmiz. Hozir bular bu davraga kirisha oldi, maktabimizga borib mana bu 10 yil maktabda tamomlagani 10 yil bo'lgan ekan, birinchi sinfga borganligi 20 yil bo'lgan ekan. Shu maktabga qadam qo'yib 1 soat birinchi sinf darsini bular o'tishdi. Birinchi sinf rahbarlari bilan birinchi sinf o'quvchilari. Men chekkadan qarab turib, qanday bir hayajon bilan, bir tuyg'u bilan bir nima qildimki, xursand bo'ldim. Buni tuyg'ularni ba'zan bir nima deydi, imkoniyat darajasida fikrlashga ojiz qiladi insonlar. Juda bir yaxshi gap bo'ldi shu yerda. Mana shundan keyin bir soatlik darsdan keyin mashaalloh aziz shogirdlar, ustozlar yig'ilishib bir piyola choy ichib davra qurib o'tirishibdi. Albatta bunaqangi kunlar, bunaqangi havas, bunaqa niyatlar har bir insonga nasib qilsin. Niyat qilgan insonlar bor shu yerda. Nima demoqchimanki, gap qisqasi unchalik ham so'zga qo'ymasman. Shu yerda o'tirgan ustozlarni, qolaversa shogirdlarni bugungi ayyom bilan, bugungi yubiley bilan, bugungi xursandchilik bilan
o'zim nomidan qolaversa shu bizning 4-yil ta'lim o'rta vatanimizning pedagogik jamoa nomidan qutlab qolaman. Ularga kelgusi ishlarida, hayotida, oilasida, ro'zg'orida tinchlik, totuvlik, baxt, omad doim yor bo'lishini tilab qolaman. Boyama bir gaplar bo'ldiki, bir onapamiz bir o'quvchimizdan so'radiki, sizni niyat qilgan, 10 yil ichida niyat qilgan tilaklaringizga erishdingizmi deb so'radiki, o'quvchimiz hayajonlangan tarzda aytdiki, ha men erishdim, men oliy dargohda o'qish niyat qilgandim, oliy dargoh tomlab keldim degan bir qisqacha gap bo'ldi. Yo'q, bu yerda ozgina hayajon bor edi. Biz ustozimiz ham, biz o'quvchimiz ham oliy niyatlarga erishgan emas. Bu 10 yillik davr hali juda kam davr. Men o'ylayman. Mana shu o'quvchimiz ustozimiz aytganidek, hali bu qadamning birinchi qadamini bosib o'tdi. Bu oliy dargohni tomladi. Kelajakda endi bu hayotga qadam qo'yib, oliy dargohning mehnatining natijasini hayotda ko'rsatib, o'zining qishlog'iga qolaversa, ota-bobolariga xizmat qilib, katta bir mutaxassislar bo'lib, shu narsalarni nima qilish kerak, ko'rsatish kerak-da. O'ylaymanki, bugungi kechamiz, bugungi shu maktabni tugallashining 10 yilligi yoki 1-sinfning qadam bosish 20 yillik yubiley, mana shu davrada boshlang'ich bir nima deydi, debocha boshlang'ich bir qadam bo'lib qolsin deb niyat qilamanki, qachonki biz mana shu davrada ana shu yigit qizlar bilan, shu ustozlar bilan yillik yoki boshqa yubiley to'ylarida shu maktabni tugallash, maktabga qadam qo'yish yoki yutuqlar yubileylarida ishtirok etib, mana shu yoshlar bilan holi qudrat shu davrlarda ishtirok etib, shularning ishlariga doimo biz pedagog sifatida ustozlar bilan birgalikda yaxshi niyatlar tilab, yutuqlar tilab qolishga niyat qilib qolamiz. Hammalaringizga rahmat, salomat bo'lingizlar. Katta rahmat. Katta rahmat Zaynul aka bildirgan samimiy tilaklar. Hammamizga dunyoda so'rar bo'lsangiz, degayman do'stimning bir tabassumi, dunyodan ne shodlik so'rar bo'lsangiz, do'stlar davrasida ko'rsam o'zimni, do'stsiz yo'qdir hayot lazzati, do'st kishining obro' izzati, do'stlar siz o'tmaydi umringiz obod, do'stlikni unutmang, saqlang umrbod. Hurmatli azizlar, albatta mana bugungi yubiley kechamizni, bugungi shadiyonamizni juda chiroyli va qiziqarli o'tish maqsadida mana shu yubiley qatnashchilari, qolaversa ukalarimiz, singillarimiz o'zlarining ozgina repertuarlari bilan davramizga tashrif berishgan. Kelingizlar, shunday ekan hozirgi davramizga tabrik so'ziga, qolaversa davramizni qiziqarli o'tish maqsadida Shuhratjon va Nargizaxonlarni men davraga chorlab qolaman. Marhamat, sizlar ham yaxshi o'zlaringizning dil so'zlaringizni mana shunday shadiyona kechada izhor etib, davramizni bir qiziqarli tarzda o'tkazamiz degan niyatdaman. Keling davramizga. Marhamat. Eng yo'li qiladigan nimalar o'zimizning shogirdlarimiz, o'zimizning farzandlarimiz, elimizning eng yaxshi uchqun qaldirg'ochlari, yaxshi so'zlarga qo'shilib, mana zavodlarga qo'yayotgan insonlar ham yaxshi so'zlar aytdi. Ustozlar, otalar, onajonlarim, sog'lik tilayman, bir-biriga mehr tilayman. Assalomu alaykum. Salom, assalomu alaykum aziz ustozlar. Kecha bilan mana bugungi kechamizni o'tkazishchi ozgina savollarimiz bor. Agar ruxsat bersangiz, hamma hech kim qarshi bo'lmasa, mana shu savol javobini o'tkazsak degan edik. Assalomu alaykum. Mehmonlar, ustozlar. Men ham o'zim nomimdan qolaversa, oilalar nomidan, butun sinflar nomidan hammani mana shu bayram, umumlik bayramdan boshlasak-da, faqat sizlardan bir iltimos sifatida aytishim mumkinki, misol uchun hozir talab qilinadi yoki chiqish nima qilinadi, shu narsa hammasini chiqadigan odam amalga oshirsin. Tak. Ikkita
stoldan bitta taklif qilamiz, bironta kishi. Ikkita stoldan marhamat. Kim chiqadi? Hech kim chiqishni xohlamasa, ismlarini aytib chaqirishga to'g'ri keladi. Birinchi stoldan Iliyeva Shahriniso. Ikkinchi stoldan Namozov Beknazar taklif qilamiz. Marhamat, Namozov Beknazar. Ruzivani taklif qilamiz bunisini. Sizlarga savol shartini tushuntirib o'tamiz. Birinchi savol bermaymiz, birinchi savol, ikkinchi savol deb o'qilib ketiladi. Sizlar ha yoki yo'q degan javobni berasizlar. Keyin shunga qarab savol shartlari aytiladi. Birinchi savol. Men ha yoki yo'q deb javob berasiz. Ha? Yo'q. Ikkinchi savol. Yana aytishim. Ha, yana ha yoki yo'q deb. Yo'q. Yo'q yozib keting. Uchinchi savol. Yana yo'q. Yana yo'q. Uchinchi savolga yo'q. To'rtinchi savol. Ha. To'rtinchi savolga ha. Beshinchi savol. Necha savollar? Yettita. Ha. Oltinchi savol. Yo'q. Yettinchi savol. Yo'q. Birinchi savol. Ha. Ikkinchi savol. Yo'q. Uchinchi savol. Yo'q. To'rtinchisi. Yo'q. Beshinchi. Ha. Oltinchi savol. Yo'q. Yettinchi savol. Yo'q.